Bu Kur'an aytgan bir neçe gün kaldı. Kalan bolsa mı? Hem de bu körep nihayet hoşal olduk. Bugün keyfiyatımız yaxşı olup ketdi. Bütün Qashqar xalqiga bu san'atning yaxshi qo'yilganligini aytaman. Rahmat. Bu yıllık Qurban aytliq san'atçıligi bak yaxshi ishlanibdi. Rangdar san'at numurlari biz ko'rib bak huzurlandik, bak hayajonlandik. Artist yo'ldoshlarga shu kechilikni ishlashga qatnashgan barliq rejissor, televiziya stansiya yo'ldoshlariga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum Alki To'rbekning aziz to'rdoshlari, hammalarning Qurban hayiti muborak bo'lsin. Mana opam dadamlar bilan birga hammalarning Qurban hayitini tabriklayman. Sog' va salomat bo'ling. Assalomu alaykum Alki To'rbekdagi barliq do'stlar. Biz bugün Kelpin Nais'ten kelip bu yılki Qurban aytliq kechiligiga bir numar qatnashtirib turibdimiz. Biz Kelpin'den 41 nafar artistni olib kelib 2013 yıllık bu Qurban ayt qatnashtirdik. Asasen bizning akagan numarimiz mush yerlik alayidligiga ega xalq orasidagi mashrablarni ratlab zamoniylik bilan qadimiylikni birlashtirgan asosda bir numar o'rindiq. Bu qitimliq Qurban aytliq san'at kechiligimiz har yili o'tkazilayotgan Qurban ayt san'at kechiligimizdan farqlanadi deb o'ylayman. Chunki ko'rgan nomerlarimiz, ko'rgan itotlarimizningki mayli mazmun jihatdan bo'lsin, mayli artistlarimizning o'rinlar jihatdan bo'lsin, saviyasining yuqorligidan nomerlarimizningki har xil shu hozirgi jamiyatimizda saqlanayotgan ham diqqat qiladigan bir yürüyüş işlerimizni mayli bizning naqshlarimiz olsun, usullarimiz olsun yoki itotlarimiz olsun, gerçi riyosatchilarimizning so'zida olsun. Menimcha mushu kechilikni ko'rgandan keyin menimcha cho'qim mamnun bo'lasiz deb o'ylayman. Xo'sh, azizlarimiz, aziz qo'llag'uvchilarimiz, qarindoshlarimiz, yana bir qitim Qurban hayitingizga muborak bo'lsin. Unutib qolmang, Qurban hayit harpustini ko'radiganingiz Shinjang televiziya stansiyasi 2013-yillik Qurban hayit san'at kechiligi. Rahmat sizlarga. Meşrep doyla bilen, kız yigitler sama bilen, bezme meşrep doyla bilen, ülke çak şadlık bilen, iyi keldi ayem keldi, ülke çok şadlık bilen, iyi keldi ayem keldi, ay ayem. Çılgın ayem.